Bu komediya qiroli Mr. Bean hayotda o'zi kim? U doim ahmoqona odamni o'ynagan, lekin asl hayotda u dunyodagi eng aqlli va eng boy aktyorlardan biri sanaladi. Ko'pchilik bilmaydi, ammo haqiqiy hayotda Rowan Atkinson Oxford universitetini elektrotexnika muhandislik fakultetini tamomlagan. U butun dunyoga mashhur bo'ldi, chunki u Mr. Bean, Jim va nonoq qahramon rolini o'ynadi. Yoshligida aslida u rostdan ham duduq bo'lgan, gapirishga qiynalgan. Bu qiyinchilikni yengish uchun mimika harakatlarga katta urg'u bergan va bu harakat uni butun dunyoga Mr. Bean obrazida tanitdi. Nuqsonni mashhurlikka aylantirgan insonlardan biri. Rowan Atkinson o'z imperiyasini barpo etib, $200 million boylik orttirgan. Mr. Bean serialining atigi 14 qismi suratga olingan, ammo bu Mr. Beanni madaniy ramzga aylantirish va Atkinsonga ulkan shuhrat keltirish uchun yetarli bo'ldi. Shuningdek, Rowan Atkinson mashinalarga juda ham qiziqadi. Uning kolleksiyasida nodir va nihoyatda qimmat avtomobillar bor, jumladan McLaren F1. Atkinsonning IQ darajasi 178 bo'lib, u mashhurlar orasida ajralib turadi. Ekranda u oddiy va kulgili odam bo'lib ko'rinsa-da, aslida bu daho tirik legenda hisoblanadi. Qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'ling.